Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, asfaltning eni mana qolgan asfalt bu yoqda. Bu yerdan nima desam bo'ladi? Katta aholi yuradigan bu ham bir sentralniy yo'l. Tug'ilganim 23 yil bo'lgan bo'lsa, 23 yildan beri shu ko'chalar. Ama yamalarda odam qayerdan mashina haydab o'tishni bilmaydi. Seryo'zga uyda mashina bir mashina haydab chiqqim ham kelmaydi bu ko'chalarda. Yomon qaranglar, suvni qaranglar. Suvning bir tomonga haydaysiz, suvning ichida haydaysiz. Ikkinchi tomonga haydaysiz. Bunaday o'nqir-cho'nqir yamalarning ichida haydash kerak. Bu ham sentralniy ko'cha.